Do'stlar, sizlar bilan Giko. Bu bizni Skyblock'dagi 3-chi qismimiz. Mana boshladik. O'tgan qismda bitta obsidian xato qo'yib qo'ygan edim. Shu endi qachon olmos kirka topolsak, olmos kirka bo'la olsak, shu bilan keyin portalda aktivlashtira olamiz. Ungacha shu qolishda qolaveradi portalimiz. Men esa eski ishim orol toptirishni qilaman. Toshing bormi? Ber. Olammi? Yo'q, mana yoningda mana. O'ng tomoningga qara. Tepaga. Shu. Kolo. Toshim qani? Yetim bor. Kolo. Ushlab qo'yib 42 ta bilan Hozircha gam qoldi. birdingmi? Bo'ldi, endi bizlarga kerakmas. Chunki bizlarga daraxt tushmadi. Birinchi qismda. Mana shu joyda juda katta qilaman men. Chunki bizlarda tosh cheksiz ko'p. Toshimiz nechta bo'ldi? Bilmadim-ki, qolmayapti lekin. Nechta bilan bilmadim. Qolmayotganini bilaman lekin. Yordam bering. Nima bo'ldi? Ha, garang. Buzvorman shu joyda. Ye garang, o'ylasan hozir chiq. Ketdi. Qaramanazir. Qutqardim, qo'laver. Qutqardim seni. Voy, haydadi. Menga suv ochib olaman, hech nima qilmaydi. Yaxshi ketadi. Tosh ber. Tosh. Bu yoningda mana endi. Hech shoshmaydi. Chiq. Toshlarda nima bo'lib qoldi? Men ko'ribmi? Masjiddan chiqib ket. Menda hozir kerak.